Ana aziz obunachilar, biz mana bu yerda hozir mantiqiy bir masalani yechishga qo'ydik. Mana ko'chada, xalq orasida. Qarang. Yechib bo'lmadimi? Qo'yib qaranglar. Mana 45 ayrilgan 15 javobi 100. Shuni bitta go'gir cho'pini olib, joyini almashtirib, bitta go'gir cho'pi bilan xullas shu masalaga yetish kerak. Qani ketdik. Men pul to'lab beraman. Javobi 100 chiqish kerak. Javobi 100 chiqadi akajon. Qani marhamat. Keling, bilimingizni sinab ko'ring. Qarang, hozir 45 so'mni qo'yilgan-ku, bu yerda 15. Bitta go'gir cho'pini almashtirgan holda siz bizga 100 so'mni keltirib chiqarib berishingiz kerak shu yerda. Qancha pul berasizki? Aqlni sinash uchun bu. Ha, bu pullik emasmi? Aqlingizni sinab ko'ring shunda. Hamma narsani pulga chaqirmaylik. Topsangiz sizni rozi qilamiz. Hozir ayirish kerak. Yo xohlang ayiring, xohlang qo'shing. Bitta go'gir cho'pini almashtirgan holda 100 so'mni kelib chiqish kerak sizga. Yutganga 20 ming so'm pul beradi. Yutganga 20 ming pul. Nima bo'lish kerak ekan? Yetish Qarang kerak. opa. Hozir mana shu yerda 45, bu yerda 15 ku. Hozir shuni bitta go'gir cho'pini joyini almashtirgan holda siz Javob 100 chiqish kerak. javobi 100 chiqish kerak. Shunday qilishingiz kerak. Bitta go'gir cho'pini ikki joyga qo'yish mumkin-da, ha? Shundaymi? Xohlang almashtiring. Ikki joyga qo'yiladi. Boshqa yo'q. Bitta joyga qo'yasiz. Bitta go'gir cho'pini Bitta olib, go'gir joyini cho'pini o'zgartirasiz tamom. Tamam, bitta. Ketdi. Mana. Endi shamol bo'lyapti, o'shangina olmas. 2 minut. Biladiganlar bo'lsa kommentariyaga javobini yozinglar, aziz kuzatuvchilar. Kommentariyaga javobini yozinglar. Maddatingizni Shu jihatcha topdi lekin. 115 besana buni 100 qil. Chaqiring. Chaqiring. Singlim keling, bosh qotirma. Bosh qotirmani yutsangiz 100 ming so'm pul beramiz. Kechadi. Bilingizni sinab ketgan qo'la keling. Pul ham bermaysiz, yutuq bor lekin. Ketdi qarang. Aka keling, bilingizni sinab ketgan qani keling. Pul ham bermaysiz, 100 ming so'm yutib ketishingiz mumkin shuni topsangiz. Tak voqea uchib ketdi ana. Degan joyina bo'lishgan, belli tamom. Nechta bo'ldingiz?